Hoji aka men bu yerga keling debdi. Butun oilangiz uchun shunaqa zo'r nomer tanlab qo'ydim. Grand Berish degan gостиницада biza bu siz bilan ayolingiz uchun, hamma bu yerda esa bolalaringiz uchun mazza qilib dam olsangiz bo'ladi. Ana endi eng shirali joyi, men yaxshi ko'rib sevadigan joyim balkon. Qarang, birinchi liniyada bu tomonda tog', bu tomonda kottejlar, akvapark ham bor. Ketdi gap yana. Servis shu daraja zo'rki, mana bu yerda hattoki mana so'bu, tifal, bu otud degan nafitka ham bor ekan. Endi majburman aka. Buni Mayshima operatorimiz aka bering menga telefonni. Beraman. Qani? To'g'risini ayting, qanaqa ekan? Nari gостиницаlar ham shu tamada, bu gостиницаlar ham shu zo'r. Qani endi men bu yoqqa keling debdi. Baribir suv ichgandan keyin hojatxonaga olib kiraman. Mana to'g'ri ham har taraflama zo'r. To'xtang, shimolmaychingmi? Yo'q, keyin zapchatin degan unitasi. Xullas, realli zo'r Izmir shahrida biza Kush adasi degan joyda gостиница Grand Belish.